Habibullah Amina Tüganlı. Bugün sizlerle suda önemli boyunca olan akılga olmaz, haydalanır boyunca birkaç ma'lumotlar aytib o'tamiz. Qalay suvimizni israf etmemiz mumkin sizlarga so'rab. Mas'uliyet bizlere suda önemli uchun krallar, yakın, usul ağzatın yerlerde kralların ağızlarını cevap ketmemiz gerek. Sebebi su israf olan sayın bizlerin vatanımızdaki su azayıp ketmesi mümkün. Hem biz su tavanmamız mümkün. Mesela bizlerin başka memleketlerde su az. Bizler bunday ahvolga tushishimiz kerak. Shuning uchun sularda israf qilmamiz kerak. Suda önemli uchun birinchidan kranlarning og'izlarini javob ketimiz kerak. Önemli vaqtda foydalanmamiz kerak. Kerak vaqtida foydalanib, kerak emas vaqtida og'izini javob ketimiz kerak. Açık ko'rgan vaqtda 1 minut davomida kishi litr suv israf bo'lishi mumkin. Aytib ko'ring. O'rta ziyat litr su israf bo'lmaydi. Açık koyup misal ıslamalar şuracaksın ya ona toplatıp ürünü bunlarda ürünü kullanmayacaksın. Belirli miktarda kullanmayacaksın. 1 minutta. 1 minutta karnını canını açıp koyup ıslamalarını şuratıp olursa 7-8 litre yoşayım su ısraf oladı. Kazma üçün juda ko'p vaqt ketadi. Shuning uchun ham biz suda sarflamamiz kerak. Yarım litre suda qanchaga sarf qilasiz? 2 mingga. Yetarli. 5. Su hakkında biraz düşünceye olmasa, Bir saat var. olan bariğimizin, misalimizin, üllerimizge şeker, muhtemelen kol juvatın, bir kol juvatın üllerimizge şeker, sonday derecede jetkizilib berilib qo'yildi. Har kunning uyida har kunning do'stlar. Birovlar bir hafta, birovlar bir oy ishlatishi mumkin. Har mening uyimda ichimlik suvimiz bor. O'zimizdan toza holda kelib turgan krani. Misal uyimizda ota-onamizning mashinasi bormi? Mashinasi bor do'stlar. Misal suvni juvganda shlang bilan juvur, ya bo'lmasa shilik bilan juvur. Shilik bilan juvur. Shlang bilan juvsak, misal qanchaday suv ketishi mumkin? Az ketsa 20 Aslida yaşadık. 30 litr suvini mashinani juvimizga al. Qanday juvatan bo'lsa, juvimizga qarab baylansa, sol miqdorda suvimiz israf bo'ladi. Suvimiz israf bo'lmasi uchun biz uyimizda iloji boricha suvni unutmaymiz kerak. Uyda sizlar o'zlaringizdan qo'ylaringizga sol hudud nasihatlarimizni, bilgilarimizni aqllarimiz kerak. Bugun bizlarning maktabimizga suv tejash bo'yicha ashq saboq o'tkazildi. Ham bizlarga suvda qanday tejash haqida tushunchalar berildi. Bizlar buni suvda unumlaymiz, ham tejashimiz kerakligini o'rganib oldik. Faydalansak bizler o'zimizning uyimizdagi ishimiz suvimizni tejagan bo'lamiz.